Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Ramazon sharif muborak bo'lsin. Qadr kechalarini eng qadrli fursatlaridamiz. Bu yil qadr kechasi bizga nasib qilib turibdi. Yana yilga bormi, yo'qmi? Biz bormizmi, yo'qmizmi bilmaymiz. Shuning uchun o'ta g'animat bilish kerak. Payg'ambarimizdan Oysha onamiz qilgan rivoyatda oxirgi 10 kunlikda payg'ambar alayhissalom bellarini mahkam bog'lardilar. Hatto ahllarini uyg'otardilar va kechalarni qoyim qilardilar, ihyo qilardilar degan tavsiya bor. Oxirgi 10 kunlik juda g'animat kechalar hisoblanadi. Biz ham duo qilib turinglar orada. Hop, bir uxlab tursak ko'p ishlar bo'lib ketyapti. Ko'ryapsizlar, O'zbekiston miqyosida ham juda ko'p odam menga tashabdi. Masalan, bu Siroj Mediani qamalgani to'g'risida endi xursand bo'ladi deb o'ylasa kerak-da bizni. Biz bir insonni musibati bilan xursand bo'lish axloqqa zid deb bilamiz va buni aytib kelganmiz har doim. Siroj Mediaga Alloh taolo o'zi yengillik bersin. Har kimning boshida bunaqa imtihonlar bo'lishi mumkin. Faqat imtihonlardan to'g'ri ibrat olish kerak bo'ladi. Avvalo Alloh taolo bizga ofiyat bersin deb so'raladi. Mabodo imtihon bo'lib qolsa, Allohim bizni imtihonda maftun bo'lgan, fitnaga uchraganlardan qilib qo'ymagin deb duo qilish kerak va mana shu imtihondan to'g'ri ibrat olish kerak. To'g'ri nasihat olish kerak. Bir nasga, biz o'zbek tilimizda nas deb aytilgan, asli arab tilida nahs deyiladi, nahs. Bir nahsga ilakishib, shularga shu nahsni kasofati urdi. Endi bu hozirgi holatga ko'ra bular agar ibrat olsa, atrofidagilar mana bu gemoroy, simoroylari bor-ku. Mana bu Otabekka o'xshaganlar misol uchun to'g'ri ibrat olsa, bu imtihon ularning foydasiga. Agar ibrat olmasdan turib yana orqa o'rotdan har turli ishlarni qilsa, Alloh taoloning adolati qoyim do'stlar. Alloh taoloning adolatiga men iymonim bor. Sizlarga avval ham aytgan edim. Sizlardan ham yaxshi ya'ni ijobiy ma'noda reaksiya olyapmiz. Xalqimizning ko'zi ochiq. Xalqimiz ko'rib turibdi kimni kim ekanligini. Turli trollinglarni qilib, turli gap aylantirishlar bilan bu xalqni ko'zini hali ham shamg'alat qila olaman deb yurganlar, u chuchvarani xomsanaydi. Bizning xalqimiz ko'zi ochiq. Shuning uchun endi xursand bo'lmaymiz. Mana shunaqangi hodisa bo'lmasligi uchun, shunaqangi hodisani oldini olish uchun aytgan edik biz. Esinglarda bo'lsa, o'sha direktor xotinga ham seni tarafingni olyapmiz biz deganimizda bir qanchasi bizni ustimizdan kuldi go'yoki. Qanaqa tarafini oladi? Sen aqling yetmasa, ya'ni masalani oqibatini, orqa tomonini ko'ra olmasang, bizda nima ayb? Masalani orqa tomonini ko'rib turib aytyapmiz. Noto'g'ri bu narsa deyapmiz. Turklarda zo'r maqol bor. Xatoni nerasidan dönsang kardir deydi. Nima degani? Bir xato yo'lda ketyapsiz, xatoligini bilgan zahoti orqaga qaytsangiz, shu foyda shu. Yo'q, xatoga oyoq tirab olib ketaversangiz, borgan sari xato kattalashib boraveradi. Masofa uzoqlashib boraveradi. Orqaga qaytolmay qoladi keyin. Xatomi? Bo'ldi. Xatoni tan olish kerak. Inson xato qiladi. Xatodan xoli emas. Farishta emas inson, undan farishta talab ham qilinmagan farishta bo'lish. Bo'ldi, xato bu. Xatoni qildik biz, tavba qilamiz desin, obro'si ham oshadi, Alloh ham uni kechiradi. Yo'q, biz ham to'g'ri qilganmiz, ham biz ikkinchi etajda kayf safo qilishimiz kerak, ham qo'lga tushganimizda bizni yechintirdi deb tuhmat qilishimiz kerak. Ya unaqa bo'lmaydi-da. İnson yo shahid bo'ladi, yo g'ozi bo'ladi. Ham shahid bo'lib, ham tirik qolib bo'lmaydi. Endi Siroj Mediani kimlardan pul olib,
o'sha borgan joyida ovqatlanib, gostinitsalarda yotib, o'shalarning ishini hal qilib bermasdan qilgan masalalar bo'yicha arizasi bor ekan. Endi ariza bo'yicha qonun joriy bo'lish kerak. Qonunga ko'ra, qonunda ko'pincha kechirimlilik ham nazarda tutiladi. Lekin haddidan oshib ketsa, Siroj Mediani chekkadagilar tilla olishni boshladi-da. Bir qarasang namoz normumun Siroj Media bizdan deb qoladimi? Bir qarasang anu bom degan bom ishlarni jamoasi bor. Ular gapirib qoladimi? Endi haddan oshish shu. Xo'p. Alloh taolo ibrat ko'zi bersin, ibrat nazari bersin. Yana bitta masala, qo'qonlik tabib. 3 kun oldin gapirdik, 2 kun oldin kecha qamab qo'yishibdi uni Bakuda. Sodda odamlar, sodda ham demaylik. Xafa bo'lsam aytaman, o'sha odamlarni, ahmoq odamlar ko'p. Bor ya'ni. Dajjal chiqsa Dajjalga ergasharmikin odam deb men tasavvurimga sig'dira olmas edim. Chunki Dajjal ochiqdan ochiq kufr, ochiqdan ochiq tug'yon, tog'utlik qiladi. Unga ham odam ergasharmikin deb xayolimda tasavvur qilardim. Qana qilib? O'rnimga ularni o'rniga o'zimni qo'yib joy topa olmas edim. Qana qilib ergashadi Dajjalga? Ana Iqbol tabib misol. Iqbol tabib Dajjalning kichkina versiyasi. Hech bitta ilmiy holatga to'g'ri kelmaydi. Fatihani bilmaydi to'g'ri. Fatihani to'g'ri o'qishni bilmaydi shu. Qur'onni-ku umuman savodi yo'q odamlar. Mendan emas Allohdan deb xohlagan ishni qilaverish unaqa narsa yo'q. Tibbiy tomondan jinoyat qilyapti bular. Iqbol tabib tibbiy tomondan jinoyat qilyapti. Qadimgi qonunchilikda bunaqalarni terisini shilib olingan. Chunki odamlarni ya'ni joni bilan o'ynashyapti-da bular. Rak bilan og'rigan odamlarga ximiya olma, dori olma deb gapirib tashlayapti. Endi qahramon tabib degani bor edi. U ham o'sha o'zidan kelib chiqib falsafasi bilan doktorga borma, operatsiya qildirma, mana shunaqalarni tavsiya qilardi. Bu jinoyat do'stlar. Tibbiy ma'noda jinoyat bu. O'shuning uchun bularni javobgarlikka tortish kerak. Bu endi ikkinchi, uchinchisi millatga nisbatan ya'ni bizni o'zbek xalqimizga nisbatan bu obro'sizlantirish. O'zbeklarning ichidan chiqqan shu odam degan gap turk qardosh millatlarning ichida yuribdimi? Bu bizga yaxshi emas. Shu o'rinda show biznesmenlar, artistlar, san'atkorlar buni qo'llab-quvvatlab ko'tarib, og'riq bormi qilib, dasturxonni to'riga o'tkazib, mashina qilayotganlar. Sizlar ham sherik bo'lasizlar. Millat bunaqangi sharlatan, bunaqangi aferist odamlarni o'zidan deb qabul qilmasligi kerak. Chekkalab qo'yish kerak bularni. Bu obro' ko'rsa, e'tibor ko'rsa, borgan joyda navbat ko'rsa, aytadi men to'g'ri qilyapman deb o'ylaydi. Vaholanki uni Qur'on istilohi bilan tushunganingizda istidraj deydi. Alloh taolo Qur'onda sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun degan. Ular bilmaydigan tomondan biz istidrajga solamiz ularni degan. Istidraj degani sekin asta iymonini olib qo'yadi Alloh taolo. Asta sekin bilmay qoladi. Istidraj ikki xil bo'ladi. Bittasi Alloh taolo ne'mat beradi, kofirga ham beraveradi, Iqbol tabibga o'xshagan mashinnikka ham beraveradi, puli ko'payaveradi. Men to'g'ri ekanman deb o'ylab o'sha ya'ni mashinnik makrida davom etaveradi. Alloh taolo muhlat beradi va umli lahum deydi. Ularga muhlat beraman deydi. Mayli ozgina o'ynab olsin, mayli ozgina og'riq bormi deb sakrab olsin. Oxir nima bo'ladi? Inna kaydi matin. Meni tadbirim o'ta kuchli deydi Alloh taolo. Alloh taoloning tadbiri o'ta mustahkam, matin. Bizda metin deb qo'yamiz-ku.
Metin iroda. Shu metin degani arab tilidan olingan. Matin. Qur'onda bor. Birinchisi shu ne'mat bilan istidroj qiladi, ne'mat bilan. Ikkinchisi qilgan gunohiga javob kelmaydi. Mana shu Iqbol Tabibni qilgan mashinligiga javob kelmasligi oqibatida muhlat o'tgan sari to'g'ri qilyapman shekilli, qo'limda biyanur bor shekilli deb istidrojga tushib qolgan. Orqaga qaytolmaydi. Men mashinliman-u men. Otarchilikdan bir ishim qo'li yurmadi. Uni qilib ko'rdim yurmadi. Mana bu mashinlik yaxshi ekan-ku, men mashinlikman-ku o'zi deb o'zi tan ololmaydi. Men biyanurim bor shekilli haqiqatda deb o'ylaydi. Nimaga? Jazo kelmaganligi uchun. Yana istidrojning xavfli tomoni shunaqa bir joyga borib qolgandan keyin jazo kelsa ham ko'zi ochilmaydi. Menga tuhmat qilinyapti deydi. Men o'zi biyanurman deb turaveradi. Do'stlar, bu bizning xalqimizning ichidan ulamolar chiqishligini, qorilar, biologlar, doktorlar chiqishligini harakatida bo'lishimiz kerak, bo'lyapti hozir. Hatto hukumat doirasida. Prezidentni o'zi shaxsan aytayaptiki, beruniylar, ulug'beklar chiqadi, yaqinda chiqaramiz biz deyapti. Bu qat'iyat, bu qasd, bu oliy maqsad. Prezident aytayapti buni. Buni orqasida ilm bo'lish kerak. Iqbol Tabibga o'xshagan mashinliklarni qo'llab-quvvatlash millatni zehnini bulg'aydi. Millatni zehnini bulg'aydi. Oy, ko'zinglarni ochinglar, yoningizda, atrofingizda yaqinlaringiz kimdir boryapti shunga. Sal ularni insofga, iymonga chaqiringlar, Xudodan qo'rq deylar. Payg'ambarimizdan shunaqa hadis bor. Kim shunga o'xshagan kohinlarning oldiga borib, u aytgan gapni tasdiqlasa, Alloh menga nozil qilgan dinga kofir bo'pti deganlar. Dindan chiqib ketadi, og'ir tahdid bu. Kohin bular, arrof deyiladi o eski lug'atlarda. Mashinnik, ya'ni Kashpirovskiyga o'xshagan mashinniklar. O'sha mustaqillik paytida odamlar fikriy bo'shliqda bo'lgan, o'shaning uchun o'shalarning gapiga ishonib yurgan edi. Keyinchalik kulib yuradi odamlar hozirgacha. Kashpirovskiyga ishonib yurgan ekanmiz. Shunaqa sodda bo'lganmizmi deydi. Hozir ham sodda odamlar, hozir ham shu Iqbol Tabibga ishonayotganlarni aqli qayerdan olingan, miya bormi ularda, men bilmayman to'g'risi. Bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Buni nima deyiladi o'zi? Ojizlik, ya'ni ojizlik effekti deyiladi o'zi bir ma'noda. O'sha kasal bo'lganligi uchun, qayerdan bo'lsa najot qidirib yurganligi uchun, mana shu Iqbol Tabibga o'xshagan mashinlikka ham ya'ni bu shifo beradi deb o'ylab qoladi odam. Ba'zi ojizlikdagi johil odamlar. Lekin do'stlar, shifoni ilmiy tomoni bo'lish kerak. Payg'ambar alayhissalomning oldilariga Buxoriyda bir hadis bor. Bir jamoa kasal bo'lib kelganda, boringlar o tuyalarni suti bilan bavlidan davolaydigan bir klinikaga o'xshagan o'sha paytda joy bor, o'shandan davolaninglar deganlar. Duo qilsalar, undoq silab qo'ysalar tuzalmasmidi o'sha odamlar? Payg'ambar alayhissalomga Alloh berardi qilsalar. Ba'zi o'rinlarda ko'zi oqib tushgan odamni ko'zini olib turib joyiga qo'yib qo'yganlar, o'sha ko'zim tiniq bo'lib ketdi degan. Bu mo'jiza bu. Lekin bu nodir holat hisoblanadi. Rasulullohning payg'ambarliklarini isboti uchun ko'rsatiladi ba'zan. Lekin payg'ambarimiz umumiy shaklda odamlarga davolaninglar deganlar. Davolaninglar. Demak, bu nechta masalani yuzaga chiqaradi? İçimizdan doktorlarni yetishtirishimiz zarurligini keltirib chiqaradi. İçimizda doktor chiqarish hammamizning zimmamizdagi farzi kifoya. Doktorlarni o'qitishimiz kerak, bolalarni doktorlikka o'qitishimiz kerak, kuchli klinikalar tashkil qilishimiz kerak, kuchli mutaxassislarni yetishtirishimiz kerak. Kasal bo'lsa, Iqbol Tabibga boradigan millat oyoqqa turolmaydi. Bu millat aldanishga moyil bo'lib qoladi. Kim bo'lsa aldab ketaveradi-ki. Mana shu blogerlar, bir guruh blogerlar
zapal bo'lgan xotinni tarafini olib, uni yig'latib, tashqariga chiqsa yig'latib, orqasiga muzika qo'yib xalqni aldab keldi-yu, xalq bitta o'ziga kelib noto'g'ri ekan deya oldi-ku. Bu tabiblarni ham shunaqa deyishimiz kerak, Qo'shtirnoq ichidagi tabiblarni. Kun o'z professional jurnalistikasi. Yaxshi, tahsinga loyiq ishlari ham bor. Qo'qonlik tabib deyishyapti. Endi Qo'shtirnoq ichida deyish kerak. Kun o'z jurnalistlariga ham tavsiya. Qo'shtirnoq ichidagi tabib deyish kerak. Tabib bunaqa bo'lmaydi do'stlar. Tabiblik muqaddas kasb bu. Doktorlik muqaddas kasb. Bir insonni, ya'ni jonini muhofaza qilish muqaddas kasb. Butun insoniyatni qutqarganlik savobi bor. Bitta doktor bitta kasalni davolasa. Iqbol tabib masalasi shu. 3 xil versiyasini gapirdim, 3 xil tarafdan. Mashennik, yolg'onchi, boshqa ishlari yurmasdan turib sodda xalqni ojizligidan foydalanib pulini shilib yuruvdi. O'zbekistonda unga yaxshi jiddiy ma'muriy javobgarliklar 10 sutka qamoq berilgan edi. Endi u Ozarbayjonda kimnidir topganda ozarbayjonliklarga ham yozdim, hamma joyda bor shunaqa odamlar. Ya'ni musulmon qavmsizlar, musulmon xalq. Ko'zinglarni ochmaysizlar. Mashennik bu. Ikkinchisi ilmiy tomoni yo'q. Na islomiy diniy ma'noda ilmiy tomoni yo'q Iqbol tabibni. Na doktorlik tomonida ilmiy tomoni yo'q. Yo'q unaqa narsa. Kasal odamni mundoq silab qo'ysa tuzalib ketadi degan narsa yo'q. Orqasida polna kamera yuribdi. Kameraga yaxshi bo'lib qoldi degan 3 sekundlik o'zini yaxshi his qilgan holatini yaxshi bo'lib qoldi deb xalqqa taqdim qilish bu jinoyat bu. Shu Siroj medialarni qilgan ishi bilan bir xil. Aldanmaslik kerak bunga. Uchinchisi, millat, o'zbek millatini yuzidagi qora dog' bo'lmaslik kerak bo'lar. Yo bu bizdan emas deyishimiz kerak. Biz o'zbek xalqi buni chetga chiqarib qo'yganmiz deyish kerak. To'ylarda to'rga o'tkazib, uni ajoyib tabibsiz deb bunaqa qilib qo'llab-quvvatlamaslik kerak. Payg'ambar alayhissalom jinoyatchiga kulib qaraganga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Kulib qarab bo'lmaydi unga. Unga nafratingizni bildirib turishingiz kerak. Jinoyatchimi? Jinoyatchiga nafrat bilan qarash kerak. Sen jinoyatchisan deyish kerak. Jinoyatidan tavba qilsa, keyin kulib qaraymiz, gap yo'q. O'zingizlarda yaxshi muhammad ish qilib zo'r bitta hodisani aytib beray. Suhbatimizning oxiriga xitamuhu misk bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom davrlarida bu hodisalar do'stlar diniy kontent sifatida aytmayapman sizlarga. Ibrat ma'nosida, tarix ma'nosida aytyapman. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning tarixiy shaxsiyatlari butun insoniyat uchun ibratli, namunali shaxsiyat. Payg'ambar alayhissalomdan o'rnak olamiz biz. Buxoriyda bir ajoyib hodisa kelgan. Payg'ambar alayhissalomga Yamandan juda ko'p miqdorda moli dunyo keldi. Tillalar, kumushlar, mol keldi katta miqdorda. Payg'ambar alayhissalom peshin namozi bo'lsa kerak, kelsalar mol turibdi. Masjidni bir burchagiga to'kinglar dedilar, o'sha yerga to'kishdi. Alhamdulillah ala kulli hal. Payg'ambar alayhissalom molga qaramadilar. Peshinni o'qidilar, namozni o'qib bo'lganlaridan keyin qaytib keldilarda, molning ustiga o'tirdilarda, o'tgan ketganga, tanigan tanimaganga kel, ol dedilar. Xuz dedilar. Arab tilida o'sha Qur'on hadisi shunaqa kelgan Buxoriyda. Shunda qiziq hodisa. Abbos keldi. Payg'ambar alayhissalomning amakilari. Abbos. Ya Rasululloh, menga ham bering. Men
o'zimni va aqlni Badrda yoki qaysidir anaqada fido qilganman, Alloh yo'liga xizmatga fido qilganman. Menga ham bering moldan dedi. Deganda, "Xo'z" dedilar, "Al" dedilar. Abbos kiyimlarini bundoq yoydilarda, haligi tillalarni olib kiyimlarga to'ldirdilar. Payg'ambarimiz qarab turibdilar kulib. Abbos aytdiki, "Rasululloh bo'ldi, bo'ldim" dedi. "Bo'l, olib ketaver" dedilar. Abbos ko'tardi. Ko'tarsa ko'tara olmayapti. Ko'tara olmayapti. Payg'ambarimizga qarab, "Ya Rasululloh, kimgadir ayting ko'tarishib yuborsin menga" dedi. Deganda Rasululloh, "La" dedilar. "Yo'q" dedilar. "Unda o'zingiz ko'tartirib yuboring" dedi. Deganda, "La" dedilar. "Yo'q" dedilar. Keyin Abbos majbur bo'ldi haligi tillalarni bir qismini tashashlikka. Ko'tara olmayapti chunki. yana ko'taraman dedi, ko'tara olmadi. Yana aytdi, "Ya Rasululloh, kimdirga ayting ko'tarishib yuborsin" dedi. "La" dedilar. "O'zingiz ko'tarishib yuboring" dedi. "Yo'q" dedilar. "Yo'q" dedilar. Abbos yana bir qismini tashadi-da, zo'rg'a ko'tarib yelkasiga ketdi. Payg'ambar alayhisalom orqasidan qarab qoldilar. Insonning moli dunyoga hirsini ko'rib ajablandilar. Ya'ni ajab bilan qarab qoldilar. Bu ayb emas o'zi asli, to'g'ri. Ayb emas. Bundan oladigan ko'p ibratli hodisa, bu ko'p oladigan namunalarimiz borda. Molni yoqtirmayman degan odam bu yolg'onchi odam. Bu yerda Abbos radhiyallohu anhuni kamsitish masalasi yo'q. Undan tashqari do'stlar, ko'tara oladigan molingizni oling. Ko'tara olmaydiganingizni olmang. Payg'ambar alayhissalom shunaqa dars berdilar-da. Ko'tara olmagan moli dunyoni tagiga kirsangiz ezilasiz. Bu ma'naviy ma'noda. Payg'ambar alayhissalom o'zlarining hayotlarini ko'ring, qarang. Molni shunaqa tarqatyaptilarki, bir kechada yo'q qilardilar hargi moli dunyoni. Endi kechqurun Payg'ambar alayhissalom Oysha onamiz aytadilarki, chalqanchi yotib ko'ryaptilar, uxlolmayaptilar. Qorinlarini pastga qilib yotyaptilar, uxlolmayaptilar. Bunaqa visoda degan narsa bor, qorinlarga qo'yib yotibdilar, uxlolmayaptilar. Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, nima bo'lyapti?" deganlarida, "Oysha, ochman" dedilar. "Ochman" dedilar. Ochligini qattiqligidan oshqozonlari achishar ekanda, u yoqqa bu yoqqa yotib harakat qilyaptilar, shu achishni oshqozonni bosishlikka. "Nima bo'lyapti ya Rasululloh? Nimaga bezovtasiz?" desa, "Oysha, ochman" deyaptilar. Rasulullohni qarang. Jonim fido bo'lsin ya Rasululloh. Mol dunyo kelsa tarqatib yuboryaptilar, o'zlari ochlar. Ko'tara oladigan yukni tanga kiring do'stlar. Bu o'zimga ham nasihat, hammamizga. Ko'tara olmaydigan yukni tanga kirmang. Gunoh ham og'irlik hisoblanadi. Biz kechqurun tahajjudga tura olmasligimiz, ibodatlarga dangasalik qilishimizning sababi nima deganda, ba'zi salaf ulamolar aytganki, u gunoh degan. Sizlarni saqalatkum zunubukum degan. Gunohinglar sizlarga og'ir kelyapti degan. Gunoh ham bosib qoladi odamni. Bitta gunoh qilib 40 kun tahajjudga tura olmadim degan. Ba'zi ulamolar. Bitta gunoh qilib qo'yib, tahajjudga tura olmadim degan. Shabiy aytadi, Shabiy. Riyo yomon amal, lekin undan ham yomoni palonchi riyo qilyapti deb o'ylasham, u ham riyodan yomon degan. Birovni gunohlari bilan mashg'ul bo'lish insonni o'zini imtihonini og'irlashtirib qo'yadi. Ko'tara olmaydigan yukka kirmaylik. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xo'p, bu Siroj, uni atrofidagilar
Ko'zinglarni ochinglar. Nahs ishga aralashdinglar, nahsning kasofati urdi hammanglarga. Tavba qiladigan fursat. Xudodan qo'rqlaring. Qonuniy asosga aralashayotganimiz yo'q. Hali hanuzgacha aytyapmizki, qonuniy asosni O'zbekistonda huquq ishlayapti. Uni javobini albatta berishadi. Qonun ustuvor ta'minlashimiz kerak buni. Lekin Xudodan qo'rqish masalasini bir chetga otib bo'lmaydi. Bir chetga otib yuboravermaylik. Allohdan qo'rqish masalasi ham tursin. Hop, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Haqdan Alloh taolo bizni ayirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.